alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Jizzax viloyati Lalimkor mahallasida, Lalimkor tumanchasida ishlarimizni yakunladik. Mana hozir qo'yib ko'rsatamiz. Bu tunikalarimiz Nirjavika bilan oq Samarqand Toshkent zavodda tunikasidan bo'lgan Nirjavika bo'lgan bu tomonlari Nirjavika aralashtirib berganmiz. Ishlarimizni sifatiga bir baho berasizlar. Mana bu judayam bir ajoyib chiqqan Nirjavikalar, qarang, yuzlaringizda akslaringiz ko'rinadi. Mana yuzlaringizda akslaringiz ko'rinadi. Hammasi Nirjavika oq to'rtlik tunikadan chiqqan. Endi eng qiziq joyiga kelyapmiz. Mana eng qiziq joyiga. Eng qiziq joyi bitta chiroyli narsani ko'rsataman. Mana buni qarang. Buni qaranglar mana. Tombalarga ham chiroyli qilib chiqarib berishda yo'lga qo'ydik mana. Tombalarimiz ham juda ajoyib chiqyapti. Keyin eng asosan e'tibor berayotgan mana Nirjavika tunika. Nirjavikadan chiqqan tunikalarni ham hozir ko'rsatamiz. Mana buni oldi bu biri 10 chiqqan joylari mana. Keyin qarangizlar mana. Eng asosiysi liniyasini qarangizlar, liniyasini tip-tiniq chiqqan liniyalari. Juda chiroyli suratda. Liniyasini qarangizlar, liniyasini menga o'zlaringiz baho berasizlar. Mikrofonga Tumbalarni qarangiz endi mana. Tumbalarda stik uncha bilinmagan. Mikrofon ishlarimiz mana yakun bo'lgani. Yana bitta fantaziya o'ylab topdik. Navashning ustiga shurp bilan qotirish. Mana bunlarning shurp ustuni mana yulduzcha bo'lgan. Yulduzchalarni ham qarangiz. Tushib qolmasligi uchun samarizga tortganmiz. Tushib qolmasligi uchun samarizga tortganmiz. Ariqchalariga yulduzchalarni qo'yib